o'sha kungi holatimni hozir tasvirlab bera olmayman. Faqat farzandimni o'sha operatsiyadan eson omon, sog' salomat qo'limga chiqishi. Hayolimda faqat shu narsa bo'ldi. Ko'p joylarda bo'lmaydi deyishdi-da, muvaffaqiyatli o'tmaydi operatsiya. Hech qanaqa garantiya bera olmaymiz deyishdi. Albatta umid bilan qarashadi. Ularning ko'zidagi umidni boshqa joyda ko'rmaysiz. Xuddi sizga qanaqadir bir sehrgarga qarayotgandek, sizdan qanaqadir mo'jiza kutayotgandek bo'lishadi-da. Klapan masalasi o'z bolalarda og'ir hisoblanadi, chunki yurakda 4 ta klapan bor. Klapan ishdan chiqsa, biz maksimalni o'zini klapanni saqlab qolishga harakat qilamiz. Amirxon bemorimizda 3 tabaqali klapan tug'ma yetishmovchiligi degan nuqson bilan kelgan. Bu degani yurakning ichidagi bitta eng asosiy klapanlardan bo'lgan 3 tabaqali klapanimiz yaxshi ishlamaydi. Birinchi operatsiya jarayonida o'zini klapan saqlab qolishga harakat qildik. Yurak yurib ketgandan keyin bolani yopmasdan oldin, ko'krak qafasini yopmasdan oldin eho qilamiz. Eho qilganimizda klapan yaxshi ishlamayotgani ko'rinyapti. O'zinikini saqlab qolganmiz, lekin yaxshi ishlamayapti. Juda kuchli yetishmovchilik saqlanib qoldi o'zini to'g'irlaganimizdan ham keyin ham bu yurak quloqchasidan klapan yasash texnologiyasi buni Eroliy olimlar o'ylab topishgan. Shu usulni shu bemorda qo'llashga qaror qildik. Bu met chiqqaniga o'zi 2 yildan sal oshdi, 2-3 yil bo'ldi. Endi hamma sekin-sekin o'rganyapti. Endi bu jasorat, chunki hali umringizda qilmagan amaliyotni birinchi marta amalga oshirasiz va bu bemorning hayotiga ta'sir ko'rsatadi. 10 yil davomida bu bola 2 marta operatsiya bo'lishi kerak edi. O'sha 2 marta operatsiyadan hozir ozod bo'ladi. Agar 15 yil ishlaversa, undan ham yaxshi. Bu hislar endi hech qachon esdan chiqmaydi. Ilk bir jarayonga uzoq yil tayyorlanasiz. 10 yillar davomida bitta narsaga tayyorlanib kelasiz. O'sha narsa amalga oshsa qanaqa his bo'ladi? Xuddi shu hisni tuyganmiz. Chiqib operatsiya yaxshi o'tdi deganingizda 90% onalar ko'z yosh qilishadi. Bu yaxshi ma'nodagi ko'z yosh. Har doim meni farzandimga o'xshagan farzandlarni hayotga qaytarishda davom etsinlar. Martabalari ulug' bo'lsin. Umrbod minnatdormiz. Bu jamoamiz yutug'i. Nafaqat jamoamizni, balkim butun sog'liqni saqlash tizimimizni, butun davlatimizni va xalqimizni yutug'i. Bu yangi texnologiyalarni tatbiq qilishimiz ortida chet elda olgan bilimlarimiz va chet el tajribasini o'zlashtirishimiz yotibdi. Alyo qilamiz. Alyo qilamiz. Alyo. Mana işte. Yaxshi ekanmanmi? Ha? Yaxshi. Qani. Doktor bo'lasanmi sen? Doktor bo'lasan? Valloh yuqtirmasa bolalarni kardioxirurgi bo'lish qiyin juda ham. Chunki yurak juda kichkina qon tomirlarda ishlaymiz. Shifokor bo'lish bu mukofot. Hech qaysi boshqa xizmatdan bu his ola olmayman o'ylayman. Ya'ni shu bolalarga berayotgan yordamimdan olayotgan bir hissim, men boshqa sohalar qaysi ish qilsam ham bunaqa his ola olmayman deb o'ylayman.